Raspakovka chek. Dubaydan kelgan navbatdagi kargoyimni ochib sizlarga hozir maqtanib beraman. Ko'p kargolarni ko'rganman, lekin qop-qora mersda dastavka qiladigan kargoni birinchi marta ko'rishim. Xuddi kinolardagidek qora mersdan hozir tushib menga 2 chimadan dollar tashab ketsa deb o'ylab tursam, menga ikkita katta sariq paketdagi dastavkani tashab ketishdi. Paketni oldimda sразу ichkariga kirib raspakovka qilishga eng kichkina paketdan boshladim, chunki bu paket ichida nima borligini bilardim. Salofaniga qarasam anti-stress paketda ekan. Endi salofanlarni shaqillatib ochaman, asamarada cho'tka ishtaladi deb ochdim. Endi ustidagi korobkasini bundoq ko'taraman desam, yana bitta paket bor ekan. Unda qo'limda ochmoqchi edim, afsuski qo'lim kuchi yetmadi. Mana har bitta raspakovkalarimda o'zini beminnat xizmatini ko'rsatayotgan pichog'im yordamga chaqirdim va salofanini oldim. Ustidagi korobkani ochishim bilan sразу atiri chaqib ko'rdim. Agar ichida mayda puzariklari chiqsa, demak original deb o'yladim va haqiqatan ham ichida mayda puzariklari chiqdi. To'g'risini aytsam, eng kutgan narsalarimdan biri bu toster edi. Tosterni anchadan beri olishni xohlayotgan edim. Toster ichida 3 ta nasatkasi bor edi, vafelnitsasi ham bor, toster qiladigan nasatkasi ham bor. U apparati ichida edi. Ikkitasini hozir ochib ko'rsatdim va salofanlarni ham shaqillatib qo'yaman. Bu salofanlarni qizimga berdim. Qizim juda ham yaxshi ko'radi. O'zim tosterda korobkalarning yoyilib ketganiga ahamiyat ham bermayman. O'zimcha yig'ishtirgandek bo'ldim, lekin qarasam, videoda hech qat yig'ishtirilmagan. Xuddi xayolimda top-toza joyda raspakovka qilayotgandek edim. Endi bularni ichini ochib qaradim va to'ki yevro standartlarga javob beradigan 3 tali vilka ekan. Plisosni va tosterni qanaqa ishlatayotganimni, qanaqa sifatda ishlatayotganimni istoriyalarimda qo'yib boraman. Istoriyalarimni kuzatib borishda davom etinglar. Bu yerdagi nasatkalarning hammasi oldingi safar qanaqa chiqqan bo'lsa, xuddi shunaqa chiqdi. Sizlarga shuncha raspakovka qilganimdan keyin ham hali ham Dubay kursiga yozilaymi, yo'qmi deb o'ylab o'tiribsizlarmi? O'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi. Tez kursga yozilishga shoshilinglar.